Assalomu alaykum. Bu videoni kuzatayotgan obunachilarimiz hamda qarshisidan to'satdan video chiqib qolib, bu qanaqa video ekan deb qiziqayotgan insonlar. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz bu shunchaki mono podcast deb atasak ham bo'ladi, chunki ba'zida inson boshqalar bilan emas, shunchaki o'zi bilan o'zi suhbatlashgisi keladi. Va bunday fikrlar asosan yarim tunda o'sha hamma uyquga ketganida va sizni tashvishlaringiz, ishlaringizdan biroz xoli bo'lganingizda keladi va bugungi olinajak narsa birinchi marta qilinyapti. Ya'ni avval bu haqida ko'p o'ylaganmiz, lekin hech amalga oshirish imkoni bo'lmagan va hozirgi olinayotgan narsamiz bu shunchaki o'zimizni fikrlarimizni bir jamlab olishga harakat qilish, ya'ni umuman olganda fikrlashga bo'lgan harakat. Shuning uchun aytadiganlarimiz hech qachon kimgadir maslahat berish uchun yoki biror narsani buyurish uchun emas, chunki hali bu narsada, ya'ni bu mavzularda o'zimizni birovga maslahat beradigan darajada deb bilmaymiz. Shuning uchun shunchaki tomosha qilish uchun biroz biz aytayotgan fikrlardan sizda ham qanaqadir savollar tug'ilib qolishi mumkin yoki sizda ham qanaqadir o'y-fikrlar tug'ilib qolishi mumkin. Faqat maqsadimiz shu. Va buni ichida olinadigan narsalardan kichik videolar, bir arzirli, birovga ulashgani arzirli fikrlar chiqib qolsa, uni ham alohida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish uchun foydalanamiz. Xo'p. Bugungi gaplashadigan mavzuyimizni eng birinchisi bu insonni yoqtirgan mashg'ulotlar haqida va buni avval bir fikr bilan, bir iqtibos bilan boshlamoqchiman. Aslida olganda bu iqtibosni muallifi esimda yo'q, kim ekanligi, lekin umumiy mazmun esimda. Asosan ko'pincha muammo shunda kim aytganligi yodda qolmaydi, lekin ko'proq fikrga e'tibor qaratganimiz uchun fikrga qaysidir jihatini eslab qolishga harakat qilamiz. Bu fikr shundan iboratki, bilasizmi, eng yaxshi ish nima, eng yaxshi kasb nima? Bu sizga yaxshi pul keltiradigan, yaxshi daromad keltiradigan hobbidir deyilgan. Xo'p, nega bunaqa? Sababi o'ylab qarasak, o'zi nima uchun ishlaymiz biz? Nima uchun kasb tanlaymiz? Nima uchun hayotimizni nimadir hunar yoki nimadir kasbni foydalanish uchun, kasbni o'rganish uchun sarflaymizda? O'qiymiz, o'rganamiz, shogird tushamiz va keyingi bosqichda uni ham kimgadir o'rgatishimiz yoki umuman olganda o'sha ishimizdan, hunarimizdan, kasbimizdan daromad topamiz. Asosiy maqsadlardan bittasi albatta daromad, chunki bu yashashimizni kafolatlaydi, o'zimizni ehtiyojlarimizni qondirishimiz, ro'zg'or tebratishimiz va bizdan umidvor bo'lgan insonlarni ham ehtiyojlarini qondirishimiz uchun asosan ishlaymiz. Pul topmasak, albatta hozirgi zamonda pulsiz yashash unchalik ham oson emas, yoqimli ham emas. Lekin ba'zida shunaqa konflikt qoladi. Qilayotgan ishingiz nima uchun qilyapsiz degan savolda faqat pul uchun, faqat daromad topish uchun bo'lib qoladi va aslini olganda mana shu ish eng qiyin ekan. Ya'ni siz faqat daromad uchun ishlasangiz, faqat siz oylik maosh olganingiz uchun yoki daromad qilganingiz uchun ishlasangiz, ertalab uyg'onganingizda majburiyat bilan uyg'onasizda o'sha ishga borish uchun. Shu ishni qilishga majbur bo'lganligingiz uchun borasiz va albatta ishda ham o'z-o'zidan shunaqa bo'ladi. Chin dilingiz bilan yondashmaysiz, faqat majburlik nuqtai nazaridan, mas'uliyatingiz nuqtai nazaridan yondashasiz. Lekin tasavvur qilib ko'ringda, shunday ishingiz bo'lsa, u hobbingiz bo'lsa, o'zi
Hobbi nima degani? Inson bo'sh vaqtida, boshqa narsalardan bo'sh bo'lgan vaqtida, kundalik tashvishlaridan bo'sh bo'lgan vaqtida bir sevib yuragidan maza qilib, zavqlanib qiladigan ishi bu hobbi. Kimdir hamma buni har xil tasvirlaydi, albatta bu turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir nimadir yaratadi o'sha vaqtda, kimdir nimadir o'qiydi, kimdir nimadir eshitadi, ma'lumot oladi, kimdir o'ziga biror bir bilimni olishni hobbi qilsa, kimdir boshqalarga biror bir narsani ulashishni hobbi qilishi mumkin. Ya'ni biror bir yaratishni, biror narsani yangitdan barpo etishni hobbi qilishi mumkin. Yana kimlardandir bu jismoniy bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir turli xil sport turlariga qiziqadi va o'shani hobbi sifatida shug'ullanadi. Endi tasavvur qiling, shunaqa maza qilib qiladigan mashg'ulotingizdan sizga yaxshigina daromad kelsa. Bu menimcha ideal ish bo'ladi haqiqatda. Chunki sizni asosiy maqsadingiz faoliyatdan rohatlanish, uni ustiga plus bo'lib, yana undan yaxshigina daromad topsangiz. Endi to'g'ri, bu juda bir utopik fikr, ya'ni juda bir mukammal fikr. Bunday darajaga erishish qiyin, ya'ni bunday ishni topish qiyin, chunki insonning fe'l-atvori o'zgaruvchan. Ba'zida xohlab qilayotgan narsangiz, ya'ni siz uchun qiziqarli bo'lgan narsa biroz vaqt o'tgandan keyin oddiy holatga aylanib qolishi mumkin, me'dangizga, joningizga tegishi mumkin. Lekin shunaqa ishlar bor, bu odatda sizda joningizga tegmaydi. Va ana shunday ishda ishlasangiz, mana bu sizning baxtingiz. Endi savol tug'iladi. Xo'p, bunaqa kasblarning ro'yxati bor. Afsuski, bunaqa kasbning ro'yxati yo'q. Bu inson o'zi uchun o'ylaydi, bu narsani inson o'zi uchun yaratadi. Misol uchun qiziqishlarga bog'liqda, ya'ni siz ro'yxat tuzib, butun insoniyatga mana shu kasblar bilan shug'ullansang, ham maza qilasan, ham zo'r pul topasan deya olmaysiz. Men uchun qiziqarli bo'lgan biror bir narsa siz uchun umuman bema'nilik bo'lib tuyulishi mumkin va aksincha. Hammamizning didimiz, hammamizning qiziqishlarimiz, dunyoqarashimiz turli xil. Shuning uchun har bir inson o'zi uchun sevimli mashg'ulotini tanlashda o'sha eng qiziq bo'lgan narsaga e'tibor qaratish kerak. O'zi uchun qiziq bo'lgan narsaga e'tibor qaratish kerak. Shuning birovga tavsiya berib bo'lmaydi bu yerda. Shu sababdan ham bizning videoyimizda faqat maslahat sifatida ma'lum bir nuqta ko'rsatilmaydi. Ya'ni mana shuni qilishingiz kerak deb ayta olmaymiz. Faqat bitta xulosa olish mumkin. O'zingiz uchun aniqlashtirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'zi men nimaga qiziqaman? Bu narsa albatta ko'proq o'zini kelajakdagi kasbini tanlayotgan yoshdagi insonlar uchun ko'proq kerak bo'ladi. Sababi bu nuqtada shunaqa savollar ko'pchilikda uchraydi. Ya'ni nima kasb tanlashim kerak? Nima ishni qilishim kerak? Va bugungi aytadigan narsam ham mana shu bilan bog'liq. O'sha insonlarga qaratilgan aslida. Chunki yoshini ancha o'tab qo'ygan, o'rta yoshga kirgan insonlar bu videoni ko'rishlari bilan qanaqa naf olishlari bizga qorong'u. Sababi ular o'zi qaror qabul qilib bo'lgan va u qarorni keskin o'zgartirish ko'p narsalarga bog'liq. Ya'ni deylik, yoshingiz 30 da bo'lsa-yu, siz kasbingizni boshqa tarafga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va bu uchun necha yillar davomida ta'lim olgan bo'lsangiz va o'ziga yarasha xarajat qilgan bo'lsangiz, umringizni, naqdingizni, vaqtingizni ketkizgansiz, endi to'satdan boshqa bir qiziqish paydo bo'lib qolsa, boshqa tarafga o'zgarib ketib bo'lmaydi. Nega unaqa bo'lmaydi? Sababi endi faqat siz emas qaror qabul qiladigan, ayniqsa oilali bo'lishingiz mumkin, farzandlaringiz bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Va endigi resurslaringizni faqat o'zingiz uchun ishlata olmaysiz, o'zingiz uchun qurbon qila olmaysiz. Shuning uchun ham hozirgi gaplashayotgan mavzuyimiz ko'proq endi o'zini kasbini tanlayotgan va qaysi sohada ketishini aniqlay olmayotgan, qiynalayotgan yoshlarga ko'proq bag'ishlanadi. Shuning uchun ularga aytadigan fikrimiz nimadan iboratki, inson o'sha davrda, o'sha yoshda nima tanlashini, qanaqa kasb tanlashi ko'pincha o'ziga bog'liq bo'lmay qoladi. Bizning zamonamizda ayniqsa biz
Masalan, eng katta ta'sir ota-ona tarafidan bo'ladi. Ba'zida ota-onalar o'zlarini yoshligida amalga oshira olmagan orzularini o'zlarini farzandlarida ko'rishni istaydi. Ularning ro'yobini farzandlarida ko'rishni istaydi. Albatta, buni zamirida faqat yaxshilik yotibdi. Ya'ni o'zlari qaysidir nuqtai nazardan, qaysidir jihatdan, deylik, moliyaviy muammolar sabablimi yoki boshqa bir ijtimoiy muammolar sababli amalga oshira olmagan yuraklarida qolgan bir armonni farzandlariga berishni istashadi. Qaysi ma'nodagi orzu qilib va ular yetishsin. O'sha o'zlarini yoshligida shu orzusini amalga oshirishga yetmay qolgan narsalarni farzandlariga ta'minlab berishni istashadi. Albatta bu yaxshilik, lekin bitta narsani tushunish kerak. Ba'zida mana shunday holatda ota-onalar bilib bilmay, o'zlari istab istamay farzandlariga farzandlar xohlamaydigan yoki bo'lmasam o'sha sohada qobiliyati bo'lmagan, qo'polroq qilib aytganda yuragi urmagan, yuragi jiz etmagan sohani tavsiya berishadi va ba'zida bu tavsiya emas, balki majburlovga ham aylanib qoladi. Farzand ko'p narsani o'ylab, ya'ni ota-onasini unga qilayotgan g'amxo'rliklarini ga javob sifatida bir odobli, bir qobil farzand bo'lib ko'rinish uchun, ularning ra'yini qaytarmaslik uchun ko'p holatlarda ota-onalari belgilab bergan yo'ldan yurishga majbur bo'lishadi. Albatta bu ham yaxshi, ya'ni kattalarning tajribasi, yoshi ulug'larning tajribasi aynan hayotga, endi mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yosh uchun juda ham muhim. Chunki hali ko'p narsani hayot tajribasida ko'rmagan bola kattalarning hayot yo'lidagi orttirgan tajribasidan albatta manfaatdor bo'ladi, ya'ni unga kerak bo'ladi. Oldindan hali o'tmagan yo'lini qanaqa ekanligi, oldida qanaqa xavflar chiqishi haqida ogohlantiruv bo'ladi bu narsa. Lekin shu o'rinda bitta narsani hisobga olish kerak menimcha, ya'ni ota-onalar farzandlariga qaysidir sohani taklif qilishayotganda farzandlarini qobiliyatlarini va ularning qiziqishlarini ham hisobga olish kerak. Bu albatta bizni shunchaki fikri ojizimiz, lekin o'ylab qaralsa, bu ko'p holatlarda turli xil foydalar olib keladi. Qanday foyda? Bir jamiyatga mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan odam sifatida kirib kelayotgan insonni, ya'ni bolani, deylik, yoshni bir jamiyatga yaxshi kadr sifatida taqdim etish ham mumkin, yoki bo'lmasam shunchaki jamiyatni naborot orqaga tortadigan, orqaga tortadigan va rivojlanishga o'z hissasini qo'shmaydigan, balkida unga xalaqitdan beradigan kadrlarni yetkazib qo'yish mumkin-da. Ya'ni qanday qilib inson o'zi xohlamaydigan ishda muvaffaqiyatli ishlashi mumkin. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Bunaqa irodaga ega odamlar menimcha mavjud bo'lmasligi ham mumkin ba'zi. Ya'ni bundoq qarasangiz, hayotga qaysi sohada bir yaxshi natijalarga erishgan insonlar o'sha ishini sevib bajargani uchun ham erishgan. Ishini xohlamasdan bajarib, majburligi uchun bajargan odamlar yaxshi natijaga, yuqori marralarga erisha olmaydi. Bu hayotning haqiqati. Shuning uchun ham agar farzandni o'sha uni bosib kelayotgan yoshni to'g'ri yo'naltirilsa, birinchi foyda bu jamiyatga foydali bo'lgan bir bo'lak yetishib chiqariladi. O'zi bo'lmaydi, bir farzandni 18 yoshgacha, deylik, balog'at yoshigacha uni parvarishlab, uni ta'limiga yoki tarbiyasiga e'tibor qaratib, uni jismini sog'lomligiga e'tibor qaratib, shu paytgacha olib kelishni o'zi bo'lmaydi. Endi shuncha mehnat qilganga yarasha albatta oxirida ham bir yaxshi natija olish kerak-da. Shuning uchun aynan mana shu kasbni tanlayotganda ko'pincha keskin burilishlar bo'lib ketadi. Agar shu paytda to'g'ri qo'llab-quvvatlanilsa, to'g'ri yo'naltirilsa, menimcha bu jamiyatda bir yaxshi inson paydo bo'ladi. O'zini kasbini mutaxassisi va o'shani evazida qolganlarga ham ko'proq foyda keltiradigan inson vujudga keladi. Ikkinchi foydasi bo'lsa, insonni o'zini, o'sha yoshni, o'sha insonni o'zi uchun butun hayoti davomida bir maza qilib yashashi uchun zamin yaratiladi. Ya'ni mayli
deylik boshqalarga qanchalik foydasi tegish tegmasligi u yoqda tursin, lekin insonni o'zi uchun butun umri davomida bir narsadan bir rozi bo'lib, zavqlanib hayot kechirishi uchun, hayotga bo'lgan muhabbati ko'proq bo'lishi uchun bu narsa muhim, ya'ni o'zi xohlaydigan ishda ishlash. Va mana shu o'rinda ikkita foyda bo'lyapti va endi keling zararini ko'rib chiqaylikda bu narsani. Agar inson o'zini yoqtirgan kasbida faoliyat olib bormasa, o'zidan qoniqish hissi hosil bo'lmaydi. Ya'ni istamagan narsalarini bajarish uchun odamga juda katta kuch kerak. Istamagan narsasini bajarish uchun, o'zini majburlash uchun yashashdan ko'proq energiyasini sarflaydi. Va u albatta o'z-o'zidan tez-tez tushkunlikka tushadi. Chunki energiya, insonni butun energiyasi o'lchangan. Hech kim cheksiz energiyaga, cheksiz quvvatga ega emas. Ayniqsa bu ruhiy tomondan oladigan bo'lsak, qaysidir nuqtada to'xtaydi, bu tugaydi. Va yetishmovchilik kelib chiqavergandan keyin albatta ruhiy tushkunlik, stress, buni oqibatida hayotdagi boshqa bir tomonlarga zarar yetkazish holatlari kelib chiqadi. Ya'ni masalan oila qurganidan keyin bu stressning evaziga oilasi ham parokanda bo'lishi mumkin. Agar farzandli bo'lsa, farzandlarning tarbiyasiga ta'sir etishi mumkin. Bu shunaqa bir zanjirki, bir-biriga ulanib ketaveradi va oqibatlar sabablarga aylanaveradi, sabablardan yana boshqa oqibatlar kelib chiqaveradi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha xotirjamlik bo'lishi uchun inson hayoti davomida qiladigan kasbini to'g'ri tanlash kerak. Chunki hayotimizning aksar qismini biz ishda o'tkazamiz. Xohlaymizmi, yo'qmi? Ishda o'tkazamiz. Bir yaxshi hazil bor masalan. Bundoq kuzatsak agar hayotimizni, ko'proq ishlaymiz biz. Ko'proq dam olishdan ko'ra ko'proq ishlaymiz. Agar ishimiz bizga yoqmaydigan, bizga zavq bermaydigan narsa bo'lsa, tasavvur qiling, umringizni ko'p qismini yoqimsiz narsalar orasida o'tkazish, yoqimsiz ishlar orasida o'tkazish. Bu qanchalar yomon. Albatta juda ham achinarli. Shuning uchun bugungi aytmoqchi bo'lgan narsamiz ham mana shunday iborat. Ya'ni biz o'ylab ko'rish kerak. Ayniqsa o'sha boya takrorlaganimdek, o'sha yoshda, kasb tanlash yoshida bo'lgan yoshlar bu haqida ko'proq o'ylab ko'rish kerak. Ularni atrofidagilar, ayniqsa kattalar, ota-onalar, bobo-buvilar juda ham ko'p o'ylashlari kerak. Ba'zi farzandni o'zlarini qarashlarini, o'zlarini orzu-havaslarini, qiziqishlarini qurboniga aylantirib qo'ymaslik kerak. To'g'ri yo'l ko'rsatish, ularni qo'llab-quvvatlash yaxshi, faqat butunlay qarorni ham ular uchun chiqarib qo'yish menimcha to'g'ri emas. Endi teskari tomondan qaraydigan bo'lsak, yana bitta masalaning ikkinchi tomoni bor. Bu yerda teskarisi, ya'ni ortiqcha, haddan ortiq qo'llab-quvvatlov emas, qo'llab-quvvatlovning yetishmasligi muammosi ham bor bizda. Va juda ham ko'p, balki sizni hayotingizda ham ko'p uchratgandirsiz. Balki o'zingizda shunday narsa bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bunday bolalar bo'ladi, ayniqsa maktabda bu seziladi. Ma'lum bir sohaga qiziqishi bor, qobiliyati bor, zehni o'sha sohada yaxshiroq ishlaydi, sevib o'rganadi bir narsani, bir fanni deylik. Lekin afsuski, bu bir kam dunyo bo'lgani uchun ba'zilarda ota-onasida qo'llab-quvvatlov umuman bo'lmaydi bu narsa uchun. Ya'ni o'sha qo'shimcha o'rganish uchun deylik, resurslar uchun, fan, kitob, o'qituvchi, repetitorga va hokazolar uchun pul berish kerak. Albatta bu bola, maktab o'quvchisi bu narsalar uchun o'zidan o'zi ishlab topishga baribir qurbi yetmaydi bu vaqtda. Agar ishlasa bu o'qish qolib ketadi va hokazo. Shunday holatda qo'llab-quvvatlov yetishmay qolgani yana bir achinarli holatimiz. Ya'ni o'zimda shaxsan kuzatuvlarimda ham shunday holatlar bo'lgan. Yaxshi talantli bolalar, yaxshi talantli yoshlar
qiziqishadi, ular istashadi o'rganishni, lekin afsuski hayot tashvishlari, o'sha oilaviy muammolari sababli ularga yetarlicha e'tibor bo'lmaydi va bu porlamagan yulduzlar ularni ichlarida mangu nur sochmaydigan yulduzga aylanib qoladi. Va to'g'ri, ular yo'lini topib ketadi hayotda. Hammani rizqi o'zi bilan, lekin o'sha qaysidir bir zo'r sohasini mutaxassisi, deylik, fanining olimi darajasiga yetishi mumkin bo'lgan bir bola o'sha sharoitlarni, o'sha qiyinchiliklarni qurboniga ham aylanib qoladigan vaziyatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ota-onalarga eng ko'pincha tavsiya beramiz, endi pedagog sifatida albatta ularni birinchidan qo'llab-quvvatlang va ularni qiziqishlariga ko'ra qo'llab-quvvatlang. Ana shunda menimcha faqat yaxshi insonlar jamiyatga qo'shilaveradi, yaxshi kadrlar qo'shilaveradi va bu nafaqat o'sha oilani, nafaqat o'sha tumanni deylik, umuman olganda butun bir davlatni ham rivojlantirishga yordam beradigan odamlar yetishib chiqadi va bundaylar soni ko'payavergan sari albatta xalq o'laroq o'sha jamiyat miqyosida ham rivojlanish bo'laveradi, hammani hayotida yaxshiliklar bo'laveradi. Buguncha yetarli. Bugun aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz mana shular va o'ylaymizki sizga manzur keladi va agar mabodo aytganlarimiz ichida bir kichkinagina qismi sizga manzur kelgan bo'lsa, buni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Albatta ijtimoiy tarmoqlarda qanday qo'llab-quvvatlanishini ham bilasiz. O'sha izohlaringizni qoldiring. Sizning fikrlaringiz juda ham muhim va nafaqat bizga yetkazmoqchi bo'lgan xabaringiz uchun bu imkoniyat va undan tashqari sizni yozgan fikrlaringizni evaziga ijtimoiy tarmoq algoritmlari bu mavzuni dolzarbligini ochib beradi, dolzarbligini tushunadi va ko'proq odamlarga tavsiya qilishni boshlaydi. Va albatta o'sha like tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang va sahifalarimizga obuna bo'lishni ham unutmang. E'tiboringiz va ajratgan vaqtingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.